mijozlarga doim sotuv qotganimizda ularni tahlil qilib va ularga tanlovli savol berishimiz kerak. Agar siz savol berishni bilmasangiz, siz umuman sotuv qila olmaysiz. Ya'ni u siz oldingizga keldimi yoki unga qo'ng'iroq qilyapsizmi, muhim emas. Muhimi, ya'ni kelgan insonga, gaplashayotgan odamingizga siz hozir olmoqchimisiz yoki keyingi mo'ljal qilyapsizmi? O'zingizga olmoqchimisiz yoki sovg'agami? Qanaqa ranglari ko'proq yoqdi? Instagramimizdan kuzatasizmi? Yoki sizga qaysi mahsulotimiz ko'proq yoqyapti yoki qaysi birini olishni mo'ljal qilyapsiz deyishimiz kerak. Mijozni qancha ko'p gapirtirsangiz, u shunchalik nima xohlayotgani o'zi sizga yetib beradi. O'sha gapiga qarab turib tahlil qilib, unga qaysi mahsulotingiz to'g'ri kelishini shundoq berishingiz mumkin. Doim aytaman, odamlarga sotamiz-da, robotlarga emas. Sotuvchilar doim mijozlarga ko'proq robotdek javob beradi. Unga javob berganda bunga ham shunaqa javob berib sotuv qilaman deb qo'yadi. O'xshamaydi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham odam psixologiyasini gaplashayotganda ajratib tahlil qilishni bilishimiz kerak.